Oddiy bir o'simlik tanangizni tinchlantirib, namlantirib va yosharishga ham yordam berishiga ishongan bo'larmidingiz? Albatta, bugun aloe vera haqida gaplashamiz. Aloe vera nima o'zi? Aloe vera bu qadimdan shifobaxsh o'simlik sifatida tanilgan o'simlik bo'lib, asosan bargdagi tiniq gel tufayli teri parvarishida keng qo'llaniladi. Arabiston yarim orolidan kelib chiqqan barg ichida 95% dan 98% suvdan iborat. Aloe vera terimiz uchun juda ham ko'p foydali xususiyatlarga ega. U terimizni namlantiradi. Ayniqsa sizda quruq yoki sezgir teri bo'lsa, quyosh kuygan joylarini tinchlantiradi. Agarda ko'rinishingiz bunaqaga kelib qolgan bo'lsa, nima ishlatishni bilasiz? Yaralar, akne izlarini tezroq bitirishga yordam beradi. Yallig'lanishga qarshi akne va allergik qizarishlarda juda ham foydali. Bu foydalarning hammasi aloening ichida vitamin A, C, E vitaminlari bo'lganligi sabablidir. Hozir gapirayotgan hamma gaplarim ilmiy tadqiqot yoki ilmiy videolardan ingliz tilida yoki rus tilidan tarjima qilingan narsalar bo'yicha aytilayotgan narsalar bo'ladi. Odamlarda mashhur noto'g'ri tushunchalar mavjud ekan. Ulardan biri aloe akneni darhol tuzatish haqida. Bu albatta noto'g'ri. Sizga dermatolog yordami kerak bo'ladi, darhol tuzatishni xohlasangiz. Agarda juda ham ko'p problema bo'lsa, sizda akne bilan aloe albatta yordam beradi, lekin unga sal vaqt ketadi. Ikkinchi mashhur noto'g'ri tushuncha bu har qanday aloe gel foydali degan o'y. Ba'zilarida spirt, sun'iy xushbo'y modda yoki bo'yoqlar yoki silikon mavjud va u narsalar albatta sizning tanangizga ko'p yordami tegmaydi. Qanday aloe mahsulotini tanlash kerak? Birinchi bo'lib rangiga e'tibor qiling. Agarda rangli aloe bo'ladigan bo'lsa, uni olmasligingizni maslahat bergan bo'lardik. Ikkinchisi, ko'rsatib qo'yilgan foizni 95 dan balandini olsangiz, ana o'shanda aloe sizga juda ham ko'p foyda beradi. Keyingi videolarimizda aloedan qanday to'g'ri foydalanish haqida ma'lumot qoldiramiz. Agarda qandaydir savollaringiz bo'lsa, kommentlarimizga yozib ketishingiz mumkin. Biz qo'ldan kelgancha hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Rahmat.